Yangi yotoq oldim bu marketdan qalay. Kompyuterlarni ko'raychi. Ertaga Minecraft dunyosi portlaydi. Nima? Qishlog'imizga bomba tushar ekan. Ertaga tushar ekan. Ungacha men bunker qurib olaman yer ostiga. Davay. Shu yerlarga bunker quraman. Bedrockdan umuman Bedrock hech bola ta'sir qilmaydi, shuning uchun Bedrockdan quramiz. Yo'q ketsa kerak. Mashinchalik kattalikda bo'ladimi bunker? Yana kattaroq qilish kerakmi? Sherigim keyingi videolardan qo'shiladi. Hop. Mushukcha. Qildiysan? Bechara hamma o'lib ketadi bu yerda. Bombani ko'rsalaring. Buni oxirida ko'rasizlar qanday portlashini. Buni qayerga qo'yamiz? Bo'pti, buni ham qo'yamiz. Bulardan olamiz. Bu kompyuter, televizor ham. Kamera qo'yamiz. Bu nima-yu? Bu yorug'lik deyapti. Onamga bitta qo'yib qo'yaman shundan. Bu yerda bo'lsa, keyin kravat zo'rlardan olib qo'yganman. Mana zo'rmi? Lekin suit kattalik qilyapti onamga, mayli tursin. Nima bu? Mana to'g'ri qo'yamiz. Mana shunda o'ynayveraman-da. Sekin video chiqaraman yana bunday. Hop, mana. Endi stolni qo'yish kerak. Mana stol ham bor. Stolga o'tirsa ham bo'ladi. Endi oziq-ovqatlar. Onamga bir oziq-ovqatlar kerak. Mana shular nima ekan? Qo'l. Plastik karta, buni nima qilaman? Qo'l deydi. Sandiqqa qo'l solamiz. Stek solamiz. Stekdan solamiz. Bu keyin nima kerak? Eshikni ko'raylikchi. Bitta shuni qo'yib qo'yaverayni. Narsaga tayyorman. Narsa ham bo'lib qoldi shekilli do'stlar. Bayda yuvib qo'yaman, chunki bomba tushsa yomon qiladi. Qani endi bomba tushishini kuzatamiz. Do'stlar, mana portlagan bo'ldi. Ko'raylikchi, yomon qotyapti. Qani 1 2 3. Qishloq yo'g'ib ketdi azizlar. Birinchi qism bu videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Like va obuna, komment bosib qo'ying. 2 taga ozgina qoldi. Keyingi videoda kommentga yozinglar qanday video chiqaray keyin.